Hurmatli obunachilar, House Mobile'da har kuni bir-biridan qiziqarli smartfonlar, bir-biridan ajoyib, noyob, arzon narxlarda taqdim etilar ekan. Bu hammasi sizlar uchun. Biz maqsadimiz sizlarni rozi qilishlik va biz uchun halollik foydadan ustun turadi. Mana qaranglar. 93-96% iPhone 13 Pro Max'larimiz Amerikadan kirib keldi. Bunda ichida kabellarigacha bor, mana korobkalargacha deganlarga olib kelib qo'ydik. $554 tashkil topadi. Bizda nafaqat 13 Pro Max, balkim eng zamonamizning so'nggi modeli iPhone 6 Pro Max'ning hamma yo'q full box holatdagi variantlari $1125. Bizda shunaqangi noyob segmentda hozir iPhone 17 Pro dizayni shu dizaynda chiqadi. Bu 2026-yilda dizayni 8256 lik Infinix Hot 50 narxi esa $135 ga, A32 5G narxida. Bu hali hammasi emas. Bundan qiziqarli smartfonlar hali oldinda. $115 ga Note 8 elegantni ekranlari qayrilgan, stilli nima bo'lganda ham Note seriya eng qulay seriya. 128-85 $455 ga yangida iPhone 13 Pro 100 binlargacha bor, Amerikadan keldi. Perfectum sim kartalar olsangiz ham bo'ladi. 128-99 $559 ga, $460 ga 98%li, 96%li 128 li iPhone 13 Pro'lar. Amerikadan kelgan bittasi ideal sostoyanida. iPhone 12 Pro 128-96 $329 ga. Endi e'tibor bering. 128-93%li holati zo'r $345, a'lo holatda esa $339 ga. 128-90% bo'ladi. 128-64-90 dan bo'ladi $200 ga dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni, iPhone 12 mini smartfoni. $230 ga 91%li iPhone 11 Pro modelimiz. Narxlar ko'ryapsizlar, o'ta bomba narxlarda. Mijozimiz bizdan $360 ga S21 Ultra oladi. Endi pul zarur bo'lgan paytda ozgina ishlatganlarga bois $280 ga orqa oldiga matviy laminatsiya bosilingan S21 Ultra o'z segmentida yagona smartfon. S22 ni A- Telegram kanaliga joyladim $255 ga. Bizda bu smartfonni A+ variantlari bor. Mana yangida salafanlar olinmagan, xohlagan rangingizda taklif eta olaman. Qora, green $295 dan. $255 esa hamma magazinda bor, lekin $300 $295 A+lar deyarli ishoning ko'plab magazinda mavjud emas. O'zimga zarur bo'lgan paytda, qidirib topa olmagan paytim bu smartfonlar qadriga o'sha vaqtda aytaman. Siz ham agar qidirib ko'rgan bo'lsangiz, bunaqa ideal topa olmagan bo'lsangiz, bu narx arzonligi, bu narx sifati yuqoriligini his qilasiz. S22 Ultra 460 ga olingan telefon $400 ga berib yuboriladi. O'zbekistonda ishlagan, lekin ideal turibdi, yangidek turibdi. Bugun qaynoq chegirmalarimiz Samsung S23 lar uchun 512 talik ideal yangida $363 ga, $350 dan $256 lik varianti va kremiviy 512 talik variantlari sotuvda bor. Bu smartfonlar haqiqiy elegantni. Biz operatorskiy tizimimizni S23 bilan ta'minladik. Nega? Bizga eng yaxshi aloqa, eng tezkor smartfon, eng ixcham smartfon kerak. Bu esa S23 eng to'g'ri tanlov bo'lgan model. S23 Ultra 530 dan kam sotmayapmiz, bilasiz. $520 ga A+ segmentda kremiviy rangda, eng yoqimli rangda. Samsung A23 eng ideal dual sim kartali. Buni yangisi bizda sotuvda borligi va bu smartfon deyarli hech qancha ishlamagan. Koreyadan kelayotgani ham $128, bu esa $105 ga. Super arzon narxda. A55 $253 ga, A35 absolutno yangi salafan holatda $230 ga, A24 $128 ga, eksklyuzivni yangi dual sim kartali A32 5G ham e'tibor beringlar. $135 sotilyapti. Bu A24 dual sim kartali eksklyuziv narsa. Bu modelni ko'rmasdan boshqa smartfon xarid qilmang, chunki bu model sizni albatta rozi qiladigan, sizga mos va nazarimda bu sizning smartfoningiz. Mana olishingiz kerak. Bu o'tgan yil 13 milliondan ko'p sotilgan o'sha mashhur Honor X9B 8256 lik zaryadning hamma yo'g'i bor va narxi esa bor yo'g'i $228 ga. Hozir yangisi $300 ga yaqin turadi. Tarixda Xiaomi 14 ni bunaqa arzon sotmaganmiz. $349 ga 144 Hzli 256 xotira, o'ta mo'shni smartfon. Endi bu smartfonni $320 qilib beraman. Bu Xiaomi 11 Ultra eng mukammal segmentdagi, hali 120 karra yaqinlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan telefon yo'q. 100x li bor, bu esa 120x li. Bu 350 km ga yo'q, o'shaning 320 ga hozir A+ segmentini qilib beraman. Bunda Harman Kardon audio akustika, stereo dinamikadan tashkil topgan.
Bu zamonaviy, yorqin, moviy osmon rangda ishlangan. Bitta bukilishi bilan o'zgacha stilni ochasiz, yopasiz va ajoyib stilni his qilasiz va bu smartfon $255 evaziga Snapdragon 8 Gen 1 chipiga ega bo'lgan eng moshni, eng yangi, eng noyob ranglarini siz uchun O'zbekiston bo'yicha bepul yetkazib beraman. Va nihoyat Flip 3 ni qora rangi salafallari olinmagan varianti kirib keldi. Bu smartfonni $215 qilib berar ekanman. Ishoning, O'zbekistonda 215 ga shunaqa qora rangini topa olmasligingizga ham kafolat beraman. Shunaqa arzonda endi to'g'ri bor 150 ga ham 160 ga ham fliplar bor, lekin ulardan ko'ra buni 215 ga olsangiz plyusdan baraka topasiz. Samigalarning gap barakada arzon olishda emas. Arzon sifatsiz narsa olgandan ko'ra sifatli pulga arziydigan qiymatiga yarasha telefonga yaxshi. S20 Plus, A+, eng yoqimli moviy osmon rangda va to'q ko'k va to'lin oydiy oq ranglari $235 dan A+ segmentda taklif etiladi. S21 Ultra'ga e'tibor beringlar. A- $225 ga, A+ esa $299 ga. A+ ni ishoning siz 320 ga ham ola olmaysiz hozirgi paytda. Biz sizga eng arzon narxda bugun taklif etyapmiz. Bunaqa S20 Ultra O'zbekistonda yagona hisoblanadi. S21 A+ 230 dan qo'yardik. Zamonaviy, yorqin ranglarda ishlangan ushbu smartfonlar ichida o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin. A- esa $200 ga. 180 gacha ham bor. $200 O'zbekistonda ozgina ishlaganligi bois arzon xolos, ideal lekin holati $65 ga 128 talik Note 9, $145 ga Note 12 Pro 8 ga 256 va bu faqatgina hozir bor, keyin bo'lmaydi. Mi Note 10, Mi Note 10 o'ta kuchli 8 ga 256 $135 evaziga oddiy A32 5G narxiga eng arzon narxda sizlarga taklif etar ekanman. Bu smartfonlar qisqacha ikkinchi filialdan edi. Birinchi filialda bundan da katta chegirmalar hozir kirib ulgursam qo'yaman. Agar videoda davomida qo'ya olmasam, pastda Telegram havola orqali o'tinglar. Har kuni 100 dan ortiq chegirmalar va smartfon olmoqchi bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yishlar orqali do'stlaringiz smartfon olayotib aldanib qolishligidan va sifatli smartfonni arzon narxda olishligining sababchisi bo'lib qolasizlar va biz sizlarning xizmatlarini qilganimizdan mamnunmiz. Bizga eng asosiysi sizni roziligingiz, sizni duoyingiz kerak. Siz duoyingiz bilan biz baraka topamiz va biz rivojlanamiz. Inshaalloh biz hamma qilayotgan ishlarimiz sizlarni rozi qilishlik uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat.